Naushnikni nimaga uzasan? Bekorlarni aytibsiz, naushnikingizga teganim yo'q. Oye, oye. Nimaga ukangga qaramay telefon o'ynab o'tiribsan? Ha? Hamma yoqni tapdala qilibdi. Har kun ahvol shu. Ishdan charchab kelib uyda dam olay desang, hamma yoq to'sigan, shovqin-suron. Onasi, bu nima ahvol a? Axir men ishdan charchab kelganman. Siz endi keldingiz-ku? Men mana shu zumrachalaringizni ertaga kech o'tiraman. Men kiryoymi, ovqat qilaymi yoki mana bu zumracha bolalarga qarayman. Meni ham odamga o'xshab yashagim keladi. Ha, undan keyin sizni tabriklayman. Nimaga? Chunki endi bolalaringiz ta'tilga chiqdi. Hech qayerga qochib qutula olmaysiz. Yo'q. Bularning darsdan tinchlik yo'q. Darsamga tegani tegan. Nega har doim ishga chiqsa, meni ayblashadi. Adam bilan ishga ketsammikan? Endi bitta chora topmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa bular 3 oyda meni aniq ifon qilishadi. Matematikadan dars qilib o'tirishibdi. Bularkani tinch o'tirsa ham, eng muhimi Qalan uzda har kuni dars bo'lar ekan. Endi maza qilib futbol ko'raman. Qalan uzdagi mentorlarga rahmat dadasi. Shu matematika darsini qilmaganingga qo'ymaydi. Darrov menga telefon qilishadi. Ancha quloqim tinch edi. Ha, bo'lmasa 3 oy mana shu bema'ni o'yinlarni o'ynab o'tiraverardi. Yes, vazifani bajarganiga yana 2000 so'm kesbek tushdi. Qanday yaxshi. Maktab boshlaguncha ancha pul yig'ib qo'ygansan-da. Qo'shni bolalari janjal qilyapti. Men ketdim. Tezda borib bolalarini Qalan uzga azo qilib kelay. Siz ham farzandingizni Qalan uzga a'zo qiling va ta'tilni xotirjam o'tkazing.